Allah'ın türlerini bakar. Farhat Kafe saloyimizda somsa, şaşlik, balık 35 milyondan Kas teritoriyaga dastlabkilar mavjud. Rustam Bo'stonyan, assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz Farhat esa endi obunachilar Rustam Bo'stonyanga ketdik. Hamma ma'lumotni Rustam Bo's beradi bizga. Assalomu alaykum, Ishoncha Qurashev. Rustam Bo'ston shu Farhat Kafening turlarini, baholarini bilmay keldik. Endi sovuq kunlar boshlandi. Shunga dastlabkilar bor deydilar. Baholari shularni bilish uchun ma'lumotlarni yana Rustam Bo'ston bilamiz. Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Farhat Kafe saloyimizda somsa, şaşlik, balık, gambur, tushonka, yilik sho'rva, qo'y go'sht tandir bor, keyin steak bor, keyin kuskova şaşlik, qo'y go'shtdan kuskova şaşliklar bor. Hammangiz kelib mazza qilib yeyish kelsangiz bo'ladi. Narx 100 ming so'mdan oshsa, bepul yetkazib beramiz. Qancha bo'ladi bir qisqacha bir Baholari somsa 15 ming so'm, şaşlik 12 ming so'm, qo'y go'sht tandirimiz 250 ming so'mdan kilosi. Keyin steak bor 180 ming so'mdan 1 kilosi. Keyin kuskova şaşliklar 35 ming so'mdan. Keyin ko'sa sho'rvalar 35 ming so'm, yilik sho'rva 30 ming so'm. Balıklar oq balık 65 ming so'm kilosi, sazan 100 ming so'm, setka bo'lgan 100 ming so'm kilosi. Piyosri bor 80 ming so'mdan. Bu 80 ming so'm kilosi. Bu 250 ming so'm. 180 ming so'm. O'tirma shashliklarimiz bor 35 dan 30 mingdan. 35. Gamburgimiz 15 dan ekan. Lavoshlarimiz 35 dan ekan. Yaqqan bo'lsa bir like'larni bosib, shopir akalarga, yo'lda yurgan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar. G'irdavagida 10 kilometrgacha dastlabkasi mavjud ekan. Endi mana yeb ko'rish qoldi, xudo xolasa. Do'stlar. Qayerga bismillah alaykum. Bismillah. Bismillah. Qanaqa? Hozir bering qana. Tamga qara, tamga. Zo'r, rahmat. Rahmat, borlarga shukr. Endi mana kelib shu telefon nomerlarga aloqa chiqarsalar, dastlab ketasizlar, 100 ming so'mdan ziyod xarid qilsangiz, dastlabki 10 kilometrgacha shu baliqxonaning territoriyasidan 10 kilometrgacha bepul bo'ladi ekan. Buni endi yeyish kerakmi? Buni so'rina qara, so'rina. Mo'jizaga betakrar degan narsa bu. Rahmat. Sizlarni Farhat Kafeda kutib qolamiz. Zo'r. Like'larni bosib qo'ying. Assalomu alaykum obunachilar. Mana Xudo bergan Midabaning do'koniga keldik. Tovar shu tiguv mashinalarga kerakli vajda, ro'zg'orga zarur, shu nima har xil vajda bor ekan. Shu kelib xarid qilib qolaverasizlar. Mana bir baholarini so'raymiz asta. Ikki vajdang. Bahası ma'lumlik turtaq. Buncha so'm qator? 55 dan. 50 dan. 35. 60. Ya, qadar qayimlar hamma o'z kerakligiga bor ekan. Telefon nomerini yozib qoldiramiz. Metrajli tovarlar bor ekan. Bu yerda turgandan bunday yayilib turgan qalamanglar, to'playing bu yoqdan turibdi ekan. Obuna bo'lib, like'larni bosib, opa-singillarga tashlab qo'ysa bu videoni. Sog' salomat bo'linglar. Manzil Lazar tarafdan kelishin, o'ng qo'lda Sammoy bor. Sammoydan o'tib to'g'risida. Bag'at tarafdan kelishin Metan zapravka bor Kirovda. Shundan o'tib oyoq yo'li, ya'ni Osyab zinog'i chiqadi. Shundan o'tib chapga parod berasizlar. Bu yerda balonchi akamiz bor, yana Rasurbek, shuning yarında bo'ladi. Balonoma kelsa aka biratlar, yanında ayolim bilan kelsa shu yerda kiyim-kechak kerak vajlar shu yerda bo'ladi. Tüfeleme. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'misiz, omonmisiz? Şimdi elatimizda balonchi bor ekan, o'tib kecha yeb o'tmiz ekanda. Tüfelem bunday balon bor deb men turuz o'ylamadim. Bega kelish kerak mashina balla. Har xil mashinam yo'qdan
Men ağım kelib turibdi-ku mana, do'stim. Bir kelish kerak, xarid qilish kerak mana. Shunda ajoyib bolalar bor ekan bu yerda ana. Manzil Bag'at Kuyrop Hunarmand qishlog'ida, sharchasida bo'ladi. Ajoyib bir-biridan go'zal, bir-biridan ajoyib yana qorda yuruvchilarlari har xillari bor ekan bu yerda. Mana kelib xarid qilish kerak. Arzon narxda kelishib beradilar. Yana esa Rasulbekning balon do'koni bo'ladi bu. Bag'at Kuyropda. Seversen şey bolma. Ha, telefon nomerlari. Xalam maşin hamma razmerinden bor bolondan. Ha. Nechalikdan bor bu? 12likdan 19gacha bor bizda. 19gacha bor. Hamma mashina. 19. Ko'rib balon emas deydilar. Yana akkumulyatorlarni bozig'i bo'lsa olasak. Nima bor? Ha, bozig'i bo'lsa olalar, tozasini sotadilar. Toza akkumulyatorlardan ko'rsatib qo'ying. Bunchalik 14 ming 300. 14 ning 3 kelgan. Yana balon 15 yana 15 lik kubokka o'tiran balon deydi. Yana kattalar paket. Shu yerda vakansiya bor shu yerda foyda ketaverasizlar. Yanında shuni. Kuroplar radarda o'tgandagi hadasdan kirasizda radarda o'tib turib, o'ng qo'lida qarab qolsangiz, yana sammoy bor. Sammoy o'tib kirasiz, shu yerda yana Rasulbek ukamizning akkumulyator va avtomobil balonlari shoqibchasi bor shu yerda. Kelasizlar, arzon va qulay o'rnatib beramiz, xudo qoladi. Bu yog'imiz yana metan zapravka Bag'atdan kelaversak. Bu yoqdagi Bag'atdan kelaversak metan zapravkaga o'tib, Asyab kanalimiz bor. Asyab kanalida o'tib kelgandan keyin chap qo'lda birinchi emas, ikkinchi do'kon yana. Yanında har xil do'konlarimiz bor. Gul do'konimiz, kiyim-kechak do'konimiz, tovarlarimiz, har xillari. Marhamat.